Mahallaga bordi, s***lana gina qumara bo'laylar. Joniga bo'lay. Yoshini bilmaydi, dalboy. Sanchi? Kecha telefon olgan paytingiz srochnoyda telefon olib qoldi. Sana vashi sani o'sha telefondan qaytib chiqasan sen bola. Eslolmayapsan, men eslatib qo'yaymi senga. Telefon qilgan. Yo'q, qaytib chiqmaysan telefon qilganda. Tashaga, hamma bor, luboyingga chiqqan. Luboyingga chiq. Bitta gap aytsam bo'ladimi? Qizlar chiqib tursa bo'ladimi? Turaversin qizlar. Nechida keldilar esanlar? Men nechida kirib ketdim yoqda? 5 yarim. 5 ekanmiz. Boshqa qatarmida. Yo'q, yo'q, mahalling nimani qo'ylat qo'ygan bo'lsalarni ham aliganda, mana o'ta bo'ladigan narsada, kunlik ma'lumot shunda kelganida rasm olasan, bergan jadval shuni qo'yib berasan, hokim odam bilan xotin qizlar qo'ygan orqasidan aniq o'tkazib qo'yasan, bo'ldi. 1 soat ishda men uchun. 1 soatda qilib tashlayman mana shu ma'lumotlarni hammasi. Ko'p tikolash kerak bo'lsa mana shunaqa qo'yayman. Menga ham kerak emas salarni, men yig'ib olib salar, tushunmayapsizlar, o'shaning uchun yig'dim masala, yig'ib maqsadda chaqirdim salarni. Men darim kerak emas sana bekimni, mahalliy ish qilganlari yaxshi menga. Bir oydan beri aytaman ona. Namangan tajribasi, birovga tushunmaysanlar bilan, 4 ta mahalla bilan. Birov quyonib ish qilgansanlar. 4 yosh berib qo'ygansan, bo'ldi muammoli yoshi. Salar yo'qotim shuna sassiq gap yo'qotim salarga shunaqa 2 soat oldin aytsam, yarim soat kech kelasanlar. Bironta gapirayotganim yo'q, yarim soat kech kelganlaring. Sanchi? O'zim aytdim, yo yaxshilikka ana boshqani qablan javob berolsanmi sen menga? Nega? Men kecha lekin srochno ketib qoldim, mana bu yoqqa keldim, 7 da ketdim, dori olib borishim kerak edi. Bolalarga aytib ketdim. Agar hamma yig'iladi. Senga nima bola xo'jayinmi bu yerda? Yo'q, siz yig'ilish dedingiz. Uydagilar telefon qildi, dori olib ketizroq. Olib oldim keyin. Salar ishlaring chiqsa menga telefon ismingizni yozib qo'yasanlar, bunaqa paytda izlaring chiqib qoladimi salar? Ha? Sizchi? SMS o'zgarib javob bermay, Twitterdan ochib ketdi dedi sen bu yoqdan. Ishga kirayotganlarda ishlayman, olib boraman deganmisizlar? Oilaviy muammoim demaganmisizlar? Maqtani sizga ham tegishli. Bunaqa demaganmisizlar? Sanchi? Hamma ketdik sekin deymiz ham. Tinch. Sani umuman topib bo'lmaydi. Rahbarim qattiq qo'llayib qo'yapti menga. Shu munosabat bilan arizamni yozaman deb yozmadi. Yoz. Nima bo'ldi boshqa qatarmi? Hech vaziyat shunaqa bo'lib qoldi. Eng qizi ham hammaga shuna to'g'ri bo'lib qoldi. Vaziyating bo'lsa sen telefon qilasan menga. Men kiydirmang unaqa vaziyatingni, tushundingmi? Yoz, otajon. Yoqmayaptimi ish? Sangachi? Sanga. Aktyor? Dilshod? Sanga Rozmatga. Yo'qmaganda bu yurmas. Sizga. Normal-ku, endi ketish. Maftuna. Boshqa payt ishlayapmiz, boshqa paytdagi bilinmayapti. Qaysi? 9 gacha ham yuribmiz. Qattiq 9 gacha. Kechadan kun 9 gacha yurdik yoningizda o'sha aytganingiz uchun. Endi kecha bitta ketib qolganimizga shu bilinib ketyaptimi hozir? Qaysi 9 gacha hashar etyapsiz? Ha, hashar etyapmiz. Hashar men hozirmi? Nima farqi bor? O'sha siz yoningizda hammamiz turibmiz, siz aytganingiz uchun. Bir og'iz aytgan gapingizga. Endi ana xavfsizlik aytgani mana anaqamga yo'yapsiz. Nima farqi bor? O'sha siz yoningizda turibmiz biz. Sizni boshlig'imiz bo'lganingiz uchun. Endi unaqa bo'lmaydi-da, undan tashqari ham turibmiz. Men gapirsam hozir talashayotgan bo'laman, to'g'ri. Hatta yana nima? Lekin misol uchun qachon aytsangiz yoningizda turibmiz yo turmayapmizmi? Ya qo'yilatyapti-da ko'pchiliklar. Qo'yavering endi bir martaga bo'lsa ishlasa qo'ydi-ku. Men nima qo'yaman? Men ertaga qayson, qaysi bir turib berasan men ishlamaga. Qani qaysi bir turib berasan? Turib berasanmi? Qani men imom turib beradigan menga ertalabda gapir. Ertalab qayson olaman aytdi hokimdan. Bormi artimasi turib beradigan menga? Og'zingni ko'pirtirib gapirasalar menga bitdimi? Ishlayotgan bo'lsalaring o'zingiz uchun ishlaysiz. Men uchun ishlayotganlaring yo'q bu yerda. Men ham oilam uchun ishlayman. Sen ham o'zing oilang uchun ishlayapsizlar bilan. Buni men qo'lim ishlayotgan gapirasalar bilan, men topshirig'im bu. Hali ham kech emas, mana. Bo'ldi, yoqmayotgan bo'lsa qo'y, yozlari, qo'y. Men shunday aytaman, vakatim shuncha deyman. Bu ham hokim aytdi. Nechta xodiming bor dedi. Bir o'zimman dedim, mutaxassis ham yo'q dedim. Sen dedi, yetakchilar gaplashmayapsan dedi. Mana javohirga turib to'shdi. Shug'ullanmayapsan dedi. Gapiring, tasviring gaping bormi? Qattiq ko'p ishlayapsan. Ishlayapman so'roq, men ham salar bilan qo'shilib ishlayapman dedi. Hali ozgina kam ishlayotgan bo'lishi mumkin. O'shanga to'g'ri endi ishlamadim to'g'ri. Tashkilotdan oldin yoshlar umuman o'rni yo'q. Muomala madaniyatlari yo'q. Qapı o'malaring. O'sha kuni Maftuna ichki ishlari orqasi oldida turibsiz-da, muomalani gapirib olsiz, men shuni uyalib ketdim, bor-ku. Dashman o'ylab gaplashaman-da, saytga gapni. Unaqa bo'lmaydi, u o'rinbosar.
Bo'lmasa ichki. Said aka meni tanishim, o'shaning uchun men Xo'p. hazillashib gaplashdim. Men yomon Yo'q, men gapirmadim. rahbaringiz oldingizda turibdi-da. Bunaqa kechib gaplashmang. Bu eng Men yomon chertib gaplashmadim. Ensiz men oldingizda turibman-ku. Oldingizda Qo'ying, turibman. ayb qidirsangizchi ayb chiqaveradi. Qo'ying, ayb qidirmang. O'zingizda bor narsani gapiryapman o'zingizga. O'zingizda bor narsani aytyapman. Men siznikini sanamay qo'ying. Sanang nima sanaysiz? Nima kerak bor hozir Nima sanani gapirmang. Bo'ldi qilinglar. Nima? Bo'ldi, aloqani. Yo'qmayotgan bo'lsa ishlamayman deb yozamiz. Bo'ldi, nima qilasan? Qo'ying, bir-birimiz aybimizni qidirmaylik deyapman. Gapir bo'ldi. Nima aybim bor? Ayt. Hammani aybi bor. Bo'ldi, qilaver, qo'yilar. Umumiy qilib aytyapman. Umumiy qilib aytyapman. Ayb qidirsang ayb chiqaveradi hammamiz. Sen hozir menga aytyapsan, rahbaringga aytyapsan-ki hozir. Aybingizni bilaman degani qolsa. Yo'q, men sizni aybingizni bilaman emas. Ayb qidirsa ayb chiqaveradi, qo'ying deyapman. Hozir arzimagan narsa hammamiz. Ikki gapiryapsan hozir menga. Sansiramay. Bo'ldi, aloqa. Hurmatingga o'tiryapsan, ham bo'lmang sizlarga sal. Men sizga ham Hurmatlaring hurmatsizlik qilmadim. Maftun. Maftuni tilingdan chiqqan gapni eshitsan birinchi hozir.